Bizda shu sindrom menejerlar bor hozir. Bir ishda shoshib turamiz, bir ishda potirab o'zi qilib bekirchi o'zi. Shoshib turgan, ulgurmayotgan, shoshilayotgan, asabiylashgan. Biz mana shunaqa bir menejerning sindromiga chalinib qolganligimiz uchun 21-asrda odamlar qish kelganini ham bilmaymiz, kuz kelganini ham bilmaymiz, yoz kelganini ham bilmaymiz. Yoshimiz 50 ga borib qolganini ham bilmaymiz. Chunki nima bo'lib qolganmiz? Tafakkur qilishdan mahrum bo'lib qolganmiz. To'g'ri aytyapmanmi? O'shuning uchun qo'y boqinglar ekan. 4 ta qo'yni haydab, polada yuringlar-da, tafakkur qilishga zo'r vaqt. Endi u ham qaysi zamondan tashab qo'ysalar tafakkur bo'ladi. Mana umuman tafakkur qildirmay qo'ydi biz. Ma min nabiyin illa varo'al g'anam degan Rasululloh. Payg'ambarki bo'lgan, albatta qo'y boqqan. Chunki kishi tolada ketmon chopar ekan, yonida hech kim yo'q. Yo bir tolada suv qo'yar ekan, yo bog'bonchiligini qilar ekan, yo qo'y haydar ekan, tafakkur qilishlikka fursat bo'ladi. Mana yoshim 40 ga kiribdi. Yana bir 20 yillarga 60 ga kiraman ekan. Nima qildim? Tafakkur qilishlik, shuning uchun birodarlar, ibodatning eng oliy darajasi. Mana shu tafakkurni qilishimizni Alloh taolo buyuradi.